quyoshning cheksiz shay'larni o'z nuri bilan yoritishi va harorati bilan isitishini o'ylaganimizda osmondagi yolg'iz bir quyoshni inkor qilishning natijasi cheksiz shay'larning ichida haqiqiy quyoshlarning borligini qabul qilish deganlikdir. Demak, osmondagi yolg'iz bir quyoshni qabul qilmagan odam quyoshning yorug'ligi va issiqligini o'zida aks ettirgan narsalarning sonichilik quyoshlarni qabul qilishga majbur bo'ladi. Chunki yuqorida deb o'tganimizdek ko'z oldimizda bir yorug'lik bilan issiqlik bor. Bumi faqat shu bir quyoshdan kelishi mumkin. Xuddi mushu misoldagiga o'xshash quyoshi azali ham abadiy bo'lgan Allohu taolomu go'zal ism va sifatlari bilan bu olamni va olamdagi har narsani yoritgan. Yuqoridagi misolimizdagi yorug'lik bilan harorat hech bir manbasiz bo'lmaganidek, bu olamda bor bo'lgan ism va sifatlarning sohibsiz bo'lishi mumkin emas. Chunki ism zotsiz, sifatligüchsiz bo'lmaydi. Ya'ni ko'z oldimizda bir ism bo'ladi ekan, cho'qim u ism bilan atalgan bir zot bor demakdir. Shundaqla ko'z oldimizda bir sifat bo'ladi ekan, cho'qim u sifatning bir egisi borligi muhaqqaqdir.